870 dollardan umra safariga borish sizlarga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa, shinam gasnisalar Madina Munavvarada 100 metr, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 700 metr oralig'ida ikkita gasnisamiz bor. Aynan shu gasnisalar Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari 50 boshlab birga borib birga keladi. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati, kamzil, bejik, sumka, hamda mana shunaqangi 3 yostiqchalarni ham bonus sifatida qo'shib beramiz. 870 dollar vizalaring bo'lsa, vizalaring yo'q bo'lsa 970 dollardan qilib narxini belgilab qo'ydik. Faqat bir kunga chegirma e'lon qildik. Bu 30-iyun Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz bo'ladi. Xudo xolasa, bundan tashqari 1-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz 8, 15, 22, 29-iyul sanalariga Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni 1050 dollardan qilib belgilaganmiz. 5 Toshkentdan reysimiz bor. Buni ham narxini 970 dollardan. 7 Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor. Buni narxini 1040 dollardan qilib belgilaganmiz. Aynan ushbu reyslarimizga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, onlayn o'zlaring joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Telegram orqali pasportlar tashlab berasizlar. Joylaringni biz bron qilib qo'yamiz. Qo'shni davlat Tojikistondan ham bemalol aloqaga chiqib, biz orqali umra safariga borsalaring bo'ladi. Inshaalloh aziz yurtdoshlar, narxlarimizga katta chegirma bo'lyapti. Xuddi shunaqangi chegirmalarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videolarimizga like bosinglar, kommentariyaga hislarlar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videolarimizni yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa, bizning kanalimizda eng arzon, eng sifatli, xavfsiz va mukammal umra qilishni istaganlar uchun narxlarni chiqarib boramiz. Kimga mana shu narxlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishliklaring mumkin. Gasnisalarimizni tashlab beramiz, sharoitlarimiz, taomlarimiz barchasini sizlarga ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.